Ayollarga nima deysiz? Yangi kelinligimda bir yig'inga salom solishga bordik. Birdaniga hamma xojona keldi deb Davrani to'riga bir kampirni olib kelib o'tqizishdi. O'tirsa ham, tursa ham, yonboshlasa ham pors degan ovoz chiqyapti. Men hijolat bo'lib, "Xojona gaz chiqazyaptimi?" deb so'radim. Yo'q. Onaxonning 7 ta farzandi bo'lgan ekan, ularni uyli joyli qilaman, oyoqqa turg'izaman deb shamollashni o'tkazib yuborgan ekan. O'sha orqali orqadan havo chiqsa siqsa bo'ladi, lekin oldi tarafdan iloji yo'q. Qarayapman. Onaxon tillaga burkangan, lekin sog'liq ketib bo'lgan. Er bo'lsa keladi, bolalar katta bo'ladi, ayollar o'zimizni sevaylik. Qariganimizda CD tomchilamay, shunaqa havola chiqmay, jenskida rak bo'lmay, sog'lom bo'lib qaraylik, nuroniy bo'lib qaraylik. Nima deyman? Ayollar birinchi o'rinda o'zingizni ehtiyot qiling, o'zingizni seving.